Assalomu alaykum qadri baland obunachilarimiz, qadrli podpisчикларimiz, qadrli topganmiz kuzatuvchilari. Bugungi xonadonimizni sizlarga obzor qilgani kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ushbu xonadonimizni kuxnya qismidan boshlaymiz. Xo'p, bu uyimiz Yakkasaroy tumani, Yakkasaroy City Mallda joylashgan bo'lib, 10 qavatli Novostroyka uyining 9-qavatidan sizlarga efirdamiz. Xo'p, oshxona qismimizni ko'rishingiz mumkin. Xolodilniklari mana bu uyimdan baland. LG kompaniyasiga tegishli bo'lgan kir mashinalar ko'rishingiz mumkin. Sifatli mebel texnika qo'yilganini shu yerdan bilsanglar bo'ladi. Bu tomonimizda gaz plitalari o'zini, duxovkalari, mikrovolnoy pechlari hammasi bor. Xo'p, oshxonadagi eng zo'r fishkalardan bittasi sizlarga balkon qismimizni ko'rsanglar bo'ladi. Balkonimizni tashqari sovuq bo'lgani uchun eshigini ochib o'tirmadim. Balkonimizning umumiy maydoni 5 kvadratni tashkil etadi. Xonadonimizga ishlatilgan даже lustralarni ham eng sifatlisi qilingan. Bu tomonimizda shirindan shakar farzandlar uchun maktab bog'chasiga ketishdan oldin ajoyib suv tashlab o'tib ketilgan oilaviy dasturxon o'tirsak bo'ladigan zo'r. Bunga ham sifatli mebel texnika qilingan. Oshxona bilan tanisha oldinglar, men bu oynamizni qalinligiga, og'irligiga e'tibor berib qo'yarasiz, chunki bu oynamizda zalga hid o'tkazmaydi. Bu yoqda bo'layotgan pishiriq uydir hidi bu tomonga o'tib ketib qolmaydi. Albatta ochilib yopiladi. Keverasizlar. Xo'p. Ochib yopib ko'rsatmadim buni ham. Zalimizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu tomonimizda hol bor. Uni sizlarga oxirida tushuntirib o'tib ketaman. Zal qismimizni ko'rdinglar. Mana bu tomonimiz televizorning zona. Juda ham skromno qilib ishlangan. Lustralarni, konditsionerlarni, mana bu yerda ko'rgan divanlarni sifatli qilingan. Ko'rishingiz mumkin, boshqacha did bilan qilingan. Mana bemalol bu yerda oilaviy bolalaringizni bag'ringizga olib televizor ko'rib o'tirsangiz bo'laveradi. Bu tomonimizda xonadonimizga kirib kelishdagi hol zonasini ko'rishingiz mumkin. Juda ham keng qilingan, ham uzun. Har bitta montaj ishlarimizda did bilan qilingan. Avtomatlarni ko'rishingiz mumkin, hammasi chotki. Bu tomonimizda podyezddan katta eshikdan kirib kelishdagi joyimiz. Mana bu tomonimizda shunday ochsanglar, joydan unumli foydalanib, shkaflar tashlab o'tib ketilgan. Bu tomonimizda ofis, kak. Umumiy bitta sanuzel, uni oxirida ko'rsataman. Bu tomonimizni ko'rishingiz mumkin, o'zgacha dunyo, ya'ni kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Juda ham keng. Вообще keng qilib ishlangan. Qaranglar, bitta narsaga e'tibor bersanglar bo'ladi, shu yerda o'zidan ko'p ba'zi xonadonlarimizda bu tomonimizni bitta xona qolsa bo'ladi, bu tomonimizni ham bitta xona qolsa bo'ladi, lekin dizaynerlarimizda boshqacha qilishgan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham keng. Shkaflarni ko'ringlar, eng sifatlisilari. Keverasizlar bu tomonimizga. Mana bu tomonimizda ham spalnining eng sifatlisi qilingan. Bu tomonda televizorning zonalari bor, kennaymi tosh oynasi, alohida konditsionerlar qilib ketilgan. Tompichkalarni ko'rishingiz mumkin. Общий svetlar o'chgan holatda mana bunaqa svetlarimizni ham tashlab o'tib ketilgan. Lustralarni ham eng sifatlisi qilingan, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu tomonimizda bitta mammitga shkaf tashlab o'tib ketilgan. Keverasizlar. Ming bora uzr, bitta qayting shu yerdan. Bitta fishkani ko'rsatmamiz. Bu tomonimizda ham ko'rsanglar bo'ladi, derazamizni bitdi, shtobi boshqacha atmosfera. Xo'p, endi xato qolmadi. Endi ko'ramiz. Xo'p, bu tomonimizni ko'rdinglar, kengligini juda ham zo'r, ajoyib qilingan. Qo'yilgan shkaflarni ham eng sifatlilari qilingan. Bu tomonimizda oynali shkaflarimiz bor. Eshigimizni shunday yopadigan bo'lsak, mana bu tomonimizda oynaga qarab, o'sha bitta katta oyna tashlangan, qarab turib, kiyinib chiqib ketaversak bo'ladi. Xo'p, bu tomonimizga endi sizlarga oxirida qolib ketgan bitta o'sha sanuzelimizni ko'rsataman. O'sha sanuzelimizga marhamat. Ushbu xonadonimiz Yakkasaroy tumani, Yakkasaroy City Mallda joylashgan bo'lib, 10 qavatli Novostroyka uyining 9-qavatida joylashgan. Umumiy maydoni 79 metr kvadratni tashkil etadi. Kadastrda 74 kvadrat, balkoni bilan 5 kvadrat bilan 79 kvadratni tashkil etadi. Xo'p, xonadonimiz 2 xonani tashkil etadi. Dizaynni umuman gapirib maqtashga hojat yo'q, chunki o'zingizlar ko'rib turibsiz. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, egalari tomonidan $121 ming baholanmoqda. Albatta o'tadigan, kelishiladigan joylari bor. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda chiqqan raqamlarga murojaat qiling. Gaplarimizda tutilib qolishlar bo'ladigan bo'lsa, ming bora uzr so'raymiz. Hamma gapimizni yodlab olmaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, topganmiz kanaldan uzoqlashing.